SPF mavzusida odamlarni doim chalkashtiradigan narsa SPFni qancha surish kerak, qachon surish kerak va qanchada yangilash kerak. Keringlar ko'rib chiqamiz. Birinchi savol, SPFni qancha surish kerak? SPFni kundalik dozasi 1-1,5 mg hisoblanadi, lekin siz har safar uni olganingizda grammlab ola olmaysiz. Shuning uchun 2 barmoq qoidasi o'ylab topilgan. SPFni 2 barmog'ingizga uzun qilib chiqarib olganingizda bu o'rtacha 1 va 1,5 mg orasida bo'ladi. Sizni barmog'ingiz sizni yuzingizga yetadigan miqdordagi SPFni o'zida saqlaydi. Ikkinchi savol, SPF kremni qachon surish kerak? SPF krem ertalabki uxlashdan keyin yarim soat o'tib yoki eng kamida 1 soatdan keyin surish tavsiya qilinadi va iloji boricha ko'chaga chiqishdan 15-20 daqiqa avval surish kerak. Uchinchi savol, SPFni qachon yangilash kerak? Agarda siz uyda yoki qorong'u xonada o'tiradigan bo'lsangiz, ertalab bir mahal surganingiz yetarli bo'ladi. Agarda siz kun davomida ko'chada yuradigan bo'lsangiz, har 3-4 soatda yangilashingizni tavsiya qilaman. Ba'zi SPFlar 8 soat yoki 12 soat himoya qiladi deb aytiladi, lekin bu testiviy rejimda amal qiladi. Lekin kundalik hayotda, ayniqsa masalan yozning kunlarida siz terlashingiz mumkin, harakatda bo'lishingiz mumkin. Shu sababli ularni har 5 soatda yoki 6 soatda eng kamida yangilab turishingizni tavsiya qilaman. SPF kremlar haqida sizda yana qanday savollar bor? Kommentariyada yozib keting.